Amir Temur kelyapti. Tushuning, shu tarafdan kelyapti. Ya'ni Sharqiy Anadoludan. Va darhol janubga burilib, sharqda mamluklarni uryapti. Mamluklar va Boyazidni biriktirishga yo'l qo'ymayapti. Undan so'ng ortga qaytib ketyapti, takror o'z yeriga. Hali bizning turklar, ozarbayjonliklar, armanlarni yengib qaytarib olgan Qorabog'ga ketyapti. Qorabog'ga Boyazid elchi jo'natyapti. Temur nima qilyapti, bilyapsanmi? Qo'shinni ko'rsatyapti. Tarixda ilk bor qayd etilgan muhtasham harbiy kiyimlar qo'shinda bor. Mirzo Mahmud Samarqanddan ham keltirgan. Usmonlar ko'rsatyapti. Qarang. Podshohingizga ayting, jonini olishimga yo'l qo'ymasin. Temurning niyati Xitoyga yurish qilish. Boyazid desaydi, og'a kechirasiz, marhamat keting, biz bu yerda sizning aytganingizni qilamiz. Chunki Fotih Sulton Mehmud tug'ilgan vaqt Usmonli imperatorlik hali ham Temuriylarga oid edi. Temurning tobesi o'laroq tug'ildi, to'g'rimi? Tushuning. Shunchalik ham ahmoqlik bo'ladimi? Temur, masalan, bir romantik edi. Devdek buyuk masjidlar qurdiryapti. Temur ham borgan yerdan san'atkorlar to'playdi. Bilmayman, nima qildiryapti. Muazzam masjidlar. U masjidlarning ko'pi buzildi. Devdek juda katta. Ammo u bog'lar qanday go'zal. Temurning qurdirgan bog'lari. Ammo tushuning, hayot davomida 9 marta Samarqandga ketyapti. Har doim safarda. Hindistonga ketyapti. Hindistonda uning yurishlari ishonib bo'lmas darajada, ammo askariy, harbiy jihatdan Chingizxonga o'xshaydi. Faqat Chingizxondan farqli juda madaniyatli odam. Undan ko'p tillarni biladi, arabchani biladi. Qoldirgan meros ham shunday buyuk. To'g'ri, Ulug'bekni eslang, nevarasi uning. Ya'ni qarang. Usmonlilarning Temuriylarga qarshi qo'yiladigan bir madaniy meros yo'q.